2025-yil 25-sentyabr do'stlar, bexlarga bitta baho berasizlar. Kommentariyaga dehqonga omad deb, dehqonga rahmat deb kommentariya yozib ketinglar. Bex bog'lar bir haftadan beri ko'rsatib boryapmiz. Sababi do'stlar, bex bog'lardan yaxshi daromad qilyapti. Hozir bexsi bor, bexi bog'i bor akalarga telefon qilsalaring telefonlarini olmaydi. Sababi do'stlar, 1 gektar yer maydonidan 300 million, 350 million daromad qilishyapti. Sababi do'stlar, yaqindan ko'rsatayım mana shu ikkovini. 500 gramdan bemalol chiqadi. Shu ikkalasi do'stlar 15 ming so'm, 7 ming so'mdan. Videomizgacha oxirigacha kuzatib boring. Qiziq videolar oldinda. Kim bexi bog'larni tashkillashtirmoqchi bo'lsa, ishonchli ko'chatlardan olishlarini tavsiya beraman. Sababi shunaqa original sortlar ekinglar. Sababi bunda do'stlar tuki sal kamroq bo'ladi. 1 yilgacha saqlasalaring turaveradi bu bexi. Faqat mana shu olma bexi do'stlar. Videomiz yoqqan bo'lsa, oldindan like bosib qo'yamiz. Kelib ko'rsatavering maqlarni ham ekan. Mana. Kesishlari juda chiroyli. Bitta stolda ketgan, stolda ikkitadan shox qo'yib, mana kalibri yirilashga olib kelgan. Mana buni ham ko'rsating. Hammasi bir xil standart do'stlar. Bitta stolda olib chiqib ketgan kesilishi, bitta stoldan keyin shunaqa mevali shoxlar qo'yilgan. Shu holatda keyin yirilashib, chiroyli bo'lgan. Bu yerda bitta ham afot chiqib ketdi, xudo xolasa. 10 kundan keyin terim jarayoni. Bog'larni ham ko'rsating, uzoqroq odam olib keladi. Bexni holatlari. Boshlandimi mana? Yaxshilab ko'rsating. Mana. Bexlar hammasi bir xilda do'stlar, 400 gram, 500 gram, ichida do'stlar 1 kiloliklari ham bor. Yaxshi uchoq bexlarning. Ko'rsating. Bexning holati mana shu bir do'stlar, 8 yoshli daraxtda kamida adashmasam 70 kilo yuki bor do'stlar. 70 kilo hisoblasangiz do'stlar, bitta daraxtida pulga chaqsangiz 1 million bo'ladi do'stlar. Buni shuni bog'lar tashkillashtirmoqchi bo'lsalaring, pastga qo'yib qo'yamiz, telefon qilaverasizlar. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yamiz. Lekin bu pishgan davrda do'stlar, tagida kunora 3 kunda bir suv ochib turish kerak. Suv ochgan sari yiriklashib, kalibri yiriklashib, sarg'ayib boraveradi do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'lasizlar.